Dada qayerga shoshadi shu mashinalar, ha? Avgum qiladi. Ha, endi ehtiyot bo'lib yuraverasiz-da, endi sekin yo'l beradi. Bizi vodiy perivalda shunaqa bo'lib bilib qo'ying. Mana 50 nomerlar bor-ku, hayotda yo'l bermaydi. Mana 60 nomerlar bor-ku, umuman povutni bermaydi. Lekin mana 40 nomerlar bor-ku, mana shu ikkalasiga kun bermaydi. Shunaqa bir aql insonlarimizda biz vodiyliklar. Bu bilan har qattiq perivalimiz juda chiroyli, ha. Telefoningizni bering, bir syomka qilib, rasmlarga olib nima qilib qo'yib bering telefonni. Mana dada. Ha, mana bunday. Onasini ko'rib, qizini oldigan xalqimizda maqol bor, bilsana. Voy onasini ko'rdim. Shunaqa xushbichim, shunaqa kelishgan xotin ekan. Bir qizini ham ko'ravermadingdi ona. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ona. Qiz yoqdimi? Shu qizga uylanaman. Voy garang, bu onasi. Onasi bu, gapotib qo'yma. Onasini lovini eshik qisganmi? Voy. O'zingni o'chir, hozirgi современный ayollardan. Lavini ari chaqqan, lavi nima qilib berardi? Yaxshi. Kelinglar. Aynan, ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Endi gapni indallosi deng. Sizda bir gul bor ekan. Bizda oliy ma'lumotli bir ho'kizday bulbulimiz bor deng. Voy, yo'li shunaqa bo'ladi, jim o'tirdi ona. Endi shu bulbulimiz katta yigit bo'lib qoptilar, qarang. Qapasga sig'may, kallasini hali u yoqqa, hali bu yoqqa uradi deng. Shuni tengini topib, juplab deng, boshiga qo'yib, gulini qo'yniga solib qo'ymasam, ola zag'izg'onlar bilan aralashib ketib qolmasin deyman-da, aynan. Sendagacha qizi bor uyga shoham gadoyam keladi deyshadi. O'zimni qo'qijonim bo'lsin. Shu sendagacha tengi chiqsa tekinga ber deyishdi. Qara. Boshimga yostiq qilib o'tirib nima Voy, qil? o'zim o'rgili. Qara. Voy, aynan sizdan o'sha yostig'ingizni bitta ko'raylik. Xo'p, bo'ladi. Qizim, choy olib chiq. Manchi choy deyishadi bular. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Voy. O'g'lim bu yostiq emas, ko'rpacha-ku. Spalniy doling ona. Ashta. Onasini ko'rib qizini oldigandingiz. Maqoldan ko'nglim qolib ketdi o'g'lim. Maqolda rasvo qildi-da. Yana radardan ishtirak. Benzinga to'layman. Arenda pulini beraymi? Men qachon ko'karaman? Har kuni ishtiram. Boshmisiz? Bo'shmi? Qayerga borish kerak? Menga 1 soat bo'p turing. Krasavchik bo'lish ham qiyin. Xotin ham ikkita bolam bor, singlim. Kech qoldingiz. Xohlasangiz $1000 beraman. 1 soatdan o'tib ketsa qo'shib ham berasizmi? Buncha pulga davlat olsangiz ham bo'lardi-mi? Nimaga eringiz bo'lishim kerak o'zi? Я не хочу замуж, но меня родители торопят. Я учиться хочу. Вот и я вас нашла. Конечно, tushunmadim. Pulini beryapsiz-ku. Lekin jas sodda ekansiz. Meni bu pulga bir hafta sotib olsangiz bo'lardi. По пути в магазин kiramiz. Sizga yangi одежда olamiz. Meni lo'q qilyaptimi yo men uni lo'q qilyapman bilmadim. Моя сигринка. Привет, мама, man keldim. Моя доча приехала, принцесса моя. Ой, Привет, assalomu alaykum. dadasi, qizimiz keldi. Kuyovimiz bilan. Привет, бабушка. Доченька. Женихом Дорогая, как я. Kuyov. Onasi kuyovga olib qo'ygan italyanskiy kostyum shimni olib chiqing. Mana kuyojon. Kuyovimizga olib qo'ygan Malibu kalitini olib chiq. Для нашего жениха вынесите документы на новую двухкомнатную квартиру. Iskandar Buildings'danmi? Voy, mezbon loyihasidan 2 xonali uy hujjati. Yunusoboddan. Minutchku. Alo. Adasi? Adashding. Извините. Vaqt bo'ldi. Keting. Qaqa ketaman. Men bular bilan qolaman. Papa.
Iskandar Buildings'dan mezbon loyihasi. Siz xohlagan zamonaviy uylar. Mana qarang otajonisi. Qozolarda shunaqa urf-odat bor ekan. Bo'lajak kelinni kuyov o'g'irlab ketar ekan. Qarang qanaqa romantika, qanaqa sevgi. Siz ham hech mana o'g'irlab ketish haqida o'ylaganmisiz? Ha, hozir o'ylab turdim shunaqa qilaymikin. Rostdanmi? Unda men bugun Oymaga ketaman. Siz meni o'g'irlab kelasiz. Men ketdim. Voy, hey. Ketyapman. Voy, rostdan ketyaptim. Alo. Qanaqa o'g'irlab ketar ekanlar meni. Voy. Voy, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ruxsora foydasi bilasizmi? Alo. Alo. Otajonisi. Ha, xotin. Siz meni o'g'irlab ketishingizni kimdir militsiyaga aytib qo'yibdi. Siz o'shasi qamarkan otajonisi. Tinchlikmi? 3 oygacha meni kuzatishar ekan. 3 oygacha kelmay meni olib ketishgan otajonisi. So'z berasiz-a? So'z beraman xotin. So'z beraman xotinjoni. Kim u olim? Tanimaysizmi? Onalariga ukalaridekman dedi hayron hayrona. Nagah kiritdi shkafga u olim toypalvon, kunduzi kepti. Hurmat qilib ul singlisiga olim toypalvon suv olib ketdi. Olim meni ismim deya ul saxiy mehribon suv olib ketdi. Qo'lin uzadi beshni olib yerlarni chopib, hay hayna qo'chqor voy. Bu so'zlariga ishonmasdan o'likki hayron video tarqab ketdi. Trend bo'lib ketdi, suv olib ketdi, shov-shuv bo'lib ketdi. Hay hay bu olim toy, yer chopgani ketdi. Sharmanda. Odammas ekan u bu. Bir boqdi-yu ketdik, uni yoqdi-yu ketdik. Sevinch Mo'minova, meni ampamanga o'xshatibsizmi? Men ham sizni o'xshatdim lekin yomon bo'ladi. Yana boshlandim. Har kuni Telegramdan oy chiqarkanda, to'la oy. Xo'p, kimga o'xshatdingiz? Aytaveraymi, seriozniy? Aytavering, va'da berdingiz-ku. Xalqqa va'da berib yubordingiz-ku. Yakshanba kuni aytaman. Xafa bo'lish yo'q lekin. O'zingiz ham bunaqa qilib olibsiz-da. Ekranni to'ldirib. Masha Medved multfilmidagi Mashaga o'xshaysiz.